Ana endi bugungi mavzu reaktiv harakat. Asosan bugungi mavzumiz ko'chada chiqamiz. Ochilmagan kola, to'g'rimi? Ikki chetdan techamiz, sekin chaqatib turib qo'yamiz. Shundan bular. Tepaga tushishi mumkinmi, yo'q tepaga? Yopamiz. Sekin chaqatamiz. Nima qilyapsiz? Banka ichida kolasi bilan suyuqligi bilan bordi. Bizachi uni chaqatib chiqishini ta'minladik, chaqirganmiz. Oqim chiqayotgan yo'nalishga teskari tomonga aylanadi. Reaktiv harakat nima qilardi? Sistema o'zini bir qismi chiqib ketishi hisobiga harakatga kelar edi, to'g'rimi? Raketani mini variantini ko'ramiz hozir. 1 2 3. Orqa chiqib ketdi. Birinchi qo'yganimizda gazli suv bilan oddiy havo reaksiyaga kirishgan bo'lsa, unda tepadagi gazli suv pastga tushayotib, butan gaz bilan reaksiyaga kirishi, u pastga chiqib ketishga intiladi. Ana shu jarayonda nima bo'ladi? Reaksiya harakat sodir bo'lib, reaksiyaga kirishgan suv chiqib ketib, sistemaning o'zi unga teskari yo'nalishda tepaga urib ketdi. Tushunarli bo'ldimi?